Oddiy shardan shunaqa qorbobo yasaymiz. Bu uchun bizga ikkita shar kerak bo'ladi. Ikkita sharni ishirib olamiz. Bittasini kattaroq, bittasini kichkinaroq. Kattasi pastki qismi uchun, kichkinarog'i tepa tarafi uchun. Pastki tarafidagi sharni dumaloq narsaga mahkamlab qotirib chiqamiz. Skoch yordamida qotirib chiqsanglar bo'ladi. Mushugimga ham men yasayotgan narsalar qiziq, tomosha qilishga keldi. Ikkita sharni bir-biriga qotirish uchun oq varaqqa dumaloq chizib, ularni kesib oldim. Ikkita shakl ham tayyor bo'ldi. Endi bo'ladi sharga yopishtirib chiqamiz. Oq varaqni ham sharlarga skoch yordamida yopishtirib chiqsanglar bo'ladi. Sharni bittasiga yopishtirib bo'ldim. Endi ikkinchisiga xuddi shunaqa qilib skoch yordamida yopishtirib chiqamiz. Endi ikkita sharni bir-biriga yopishtirsak, qorbobo shakli hosil bo'ladi. Keyin bizga oq salfetka kerak bo'ladi. Salfetkalar kattaroq bo'lsa kesib olasizlar, kichkina bo'lsa kesish shart emas. Bu oq salfetkalarni sharni ustiga PVK yordamida yopishtirib chiqdim. Mushugim ham kamerani tagida maza qilib uxlab yordi shu payt. Oq salfetkalar PVK yordamida qilganimiz uchun xo'lga o'xshab qoldi. Birpas turib qurib ketadi. Sharni bir tarafini yopishtirib bo'ldim. Endi tepa tarafini yopishtirsak bo'ldi. Salfetkalarni yopishtirib bo'lganimizdan keyin buni qurishini kutamiz. Qurigandan keyin oppoq bo'lib chiqadi. Bu videoni birinchi qismi edi. Ikkinchi qismini salfetkalar qurigandan so'ng qo'yaman. Qorbobo qanaqa chiqqanini ko'rmoqchi bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmang.